Hozir ham otalarimiz, onalarimiz borki, qiyin kunlarni ko'rishgan. Mana hozir yoshi keksa otalar qiyinchilik bilan ro'zg'orning yukini baravar tortishgan. Mana shu Yangiobodda bir otaxon bordilar, hoji ota aytardilar. Uylariga borganimizda ehson tadbirlarga shu imoratni kampirim ikkalamiz qurganmiz derdilar. 66-yilda zilzila bo'lib aholi bir qismi Yangiobod dahasiga ko'chib chiqishgan. Shu otaxon aytardilar. Usta ishlatishga imkonim bo'lmagan, pulim bo'lmagan, loy qilib qo'yardim, ayolim loy tashib turardi, men o'zim g'isht terardim. Loy tashib turardi, o'zim devorni suvardim. Shuna qilib eri xotini ikkalamiz imorat ko'targanmiz. Vaholanki imoratga loy tashish ayol kishining ishi emas. Nima qilsin axir? Ro'zg'or yurish kerak. Bir narsa qilish kerak, bir narsaga erishish kerak. Ayol erni yoniga kirib shu ishlarni qilgan. Shuning uchun azizlar, bamisoli ikki qo'l bo'lib, eri xotin bir-birini tushunsa, bir-biriga ko'mak bersa, bir-biriga hamdard bo'lsa, shunda hayot yuradi. Bir-biridan arazlab yurganlar, biz imommiz, elning ichida yuribmiz. Arzimagan sababdan bir-biridan eri xotin ranjib, bir-biriga qovoq tumshuv qilib, 1,5 yildan beri birga yotmaymiz deydi. U alohida xonada, bu men alohida xonada yotaman deydi. Farzandlar nima bo'ladi? Keng fe'lli bo'lish kerak azizlar.